21-may 2026-yil Andijon viloyati agroxizmatlar markazining 9 gektarlik tajriba maydoniga qilinayotgan ishlar bo'yicha agrotexnik tadbirlarni ko'rgani keldik mana. Qancha olyapti ekan? 35 sm mana chuqurlikda ekami olyapti. 40 ga bo'lyapti. 40 ga bo'lyaptimi? 40 ga bo'lyapti. Buni tashlab yuraylik. Eridan keyin mana qora chiqib chiqib qolyapti. Tashlab yuring. Mayda yurish kerak. Ani chaqiradi, to'xtab. Mana. 35-36 ketyapti. 36 santimetr baland chuqurlikda qo'yapti. 40 ta bo'lyapti. Ular mana qanday tomoniga bo'ldi? Sen просто ta'tilmish. Keras bir 36 santimetr chuqurlikda yumshatyapti. Bu reylani yurgizganda bitta narsaga juda hushyor bo'lishimiz kerak. Paxta shanalagan bo'lsa, to'liq shanalagan bo'lsa, buni o'ta chuqur yurgizish tavsiya qilinmaydi. Agar o'sha paytda yurib qo'yadigan bo'lsangiz, bu pastga urib bag'dan, ya'ni chimbayda ertasini ko'kib oladi.